Kecha salat oldim. Bu koreyskiy salat. Guruch bilan yeyiladi. Hozir yeb ko'ramiz birga. Koreyada 6 yil yashaganman. Juda ham Koreyani yaxshi ko'raman. Ayniqsa Koreyan ovqatlarini. Sababi yosh bo'lganingizda borsangiz, qanaqadir bir ikkinchi davlat, sizni ikkinchi vataningizdek his qilib qolar ekansiz. Bu salat $4 ekan. Yeb ko'ramiz. Qanday ochiladi bu? Shuni yeb ko'ramiz. Guruchim yo'q hozir, lekin oddiy yeb ko'rsak ham bo'ladi. Hidi Koreyani hidi kelyapti, to'g'risini aytsam. Juda ham zo'r hid. Yashil. Undan un. Bu lekin faqat Koreyada, Yaponiyada yashab ko'rgan bo'lsangiz, Aziyada yashab ko'rgan bo'lsangiz yoqadi. Yashab ko'rmagan bo'lsangiz yoqmaydi. Bu morskiy vodoroсли. Mazali. Просто mazika. Wow. Вообще mazza. Hozir ingrediyentini o'qib ko'ramiz. Ingrediyentida bu Kanada bilan Amerikan produksiyasi ekan. Ingrediyentida ikkita tushunmagan narsam bor ekan, lekin qolgani hammasi normalniy. Endi guruch pishirib, guruch bilan yeyish kerak buni. Guruch, go'sht, mana buni yesangiz mazza.